kaldı. 4 sekund. 3 sekund. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rabia'da. Bugün muş Amerika Kongresi'nin aldığı kepla. Neçe vakittin beri muş namayışqa ciddi qarab, muş ballarga destekleş, ballarga yardım beriş. Her zaman bularning endi turish uchun kelib bu yerda yardım qilib, bular bilan bir sepda turyaptilar. Bugun men ham kepla shu munosabat bilan sizni bir ziyorat qilib, sizningki ko'ngil so'zlarini xalqimizga, qarindoshlarimizga anglatish uchun bu ekronni ochdim. Bu muborak Ramazon oyida oldi bilan bu xalqimizga, qarindoshlarimizga, bolalarga nima deylar? Shundan boshlaylik, marhamat. Selamun Aleyküm bütün dünya Şarkı Türkistanlı kardeşlerim ve Uygur kardeşlerim. Zaten iki peşindeki bu namayış Salih Dayar başçılığında Amerika yaşlarının yaş prezentlerimizin edilip çıkıp vatandaki kardeşlerinin dert ahvalıga, dünyadaki sergandar kardeşlerinin dert ahvalıga çıkmayı Amerika Kongresi'nin aldıda uzun müddet yetip ta ki Uygurlarını kurtulduruş, Uygur refüjilerini, Uygur sergendarlarını tutulduruş, vatandaki kampını taktiş ve vatandaki lagırdakilerini tutulduruş, turmudakilerini tutulduruş, kanununu makıllı mı geçe bir yerden ketmeyimizde uzun müddet açıktı. Yaşlarımız hemmisi tecrübelik emez, hem birer ahval yüz verip kamusunda bu namayışını kollap bir yer keldik. Namayış nait yakşı davamlı şu atıda. Bunları bir toğru yetekleş, bütün siyasi yollarını, hem bütün rehberlerinin, konu davagerlerinin mecburiyeti de parayla hem ben bir anı bulup sıktım bilen hem bir Uygur'un lideri bulup sıktım bilen elbette bu namayışta birli bulup atman. Bugün 6. günü hem bugün bulup valla Amerika Kongresi'nin işi de bu kongres izahlar bilirse 230 kongres 100 senedir var bunun içinde. Bütün dünyanın çıktı valla bula. Bugün bula özünün talebini bütün kongresler takip atıdı, yezip hem bir çetin namayış atıdı. Namayışta dünyanın hem yerden adam kelip atıdı. Ştatlardan adam kelip atıdı. Bir yerdeki namayışta özünün taleplerini koyup atıdı valla. Gayet yakşı bugün 6. günü namayıştı. Hoş. Hem de şu namayıştan başka yani bugün ben bütün dünya kardeşlerimden ki kadir keçisi birlikte ötkezdik. Allah'ın dileklerimiz icabet olsun. Aldığımızda kelip atkan niyetini ve kadir keçisini tebrikleymen. Uygur kardeşlerim, Şarkı Türkistanlı kardeşlerim, biz bu Ramazan biz üçün etki vaxtıda kan içinde yığılavatkan, anılarımız yaş bilen itikini koşturuvatkan, erlerimiz kurumunun içinde Xitay'ın azap okubetlerini tatıvatkan, perzentlerimiz, oğul perzentlerimiz kurumunun içinde hayat azap okubetlerini tatıvatkan, hiç kandak bir tarih görülmeyen, hiç kandak bir millet bop bakmagan, İkinci Dünya Uruşu'da fakat Hitler'de boğan bu vakayı başını geçirip atlamakta geldi. Biz 30 gün Ramazan'da şunu öyle tuttuk. İnşallah 30 gün Ramazan'da tülegen tileklerimiz icabet bokala. Yani bir yetda bu yetdalarını tebrikleymen. Şundak olsun ben kahraman halkımın, şındaşlık halkımın, berdaşlık halkımın, hiç kandak adam benim halkımını yoktu edenmeydi Allah'a. Hiç kandak adam ne? Bizde köz yeşi bilen, köz yeşimiz bilen harf bop ketmeydi Allah'ımızga. Şimdi benim halkımın kahramanlıkıga, çıdamlıklıkıga, iradısıga şimdi benim halkım çokum özünü birinci Allah'ın ağamçısıga islip durup, dünyadaki yardım kıvatan devletlerinin yardımını islip durup, özünün akli iktidarını islip durup, bu ötküldün çokum yakşı ötüp getirdiğinde şimdi Muşur Ramazan'da dileklerimizden icabet buluduğallık kişinin ben yanı bir Ramazan, yanı bir yetke geçeceğim Allah-u Teala diyeceğim. Lagırının azat buluşuna, sergendarların kurmuşuna hatimi verildiğallıkına Allah'ın tilayından hem kişinin benim halkımda hiç kim yok büyütenmeydi. Benim yok olgan, gitip kalgan devletimde hiç kim yok büyütenmeydi. Benim devletim eski ikilidir. Benim halkımın devleti eski ikilidir. Muşu yaşlarımızın bir şeyde hiç gündüz oturup muş 2 aylık, 3 aylık namayışta etmakan namayışları ki arzu, dileklerin çokum emel başıdır. Dünyanın hem bir yerde ipirvatkan namayışlarının, dünyanın hem bir yerde ipirvatkan siyasi faaliyetçilerin siyasetlerinin, arzularının kuvvatkan kademleri zayi etmeydi. Halkım sizlerge samimi salam yollayman. Muşunda kıyımcılık azap okubet kişide. Özelliğimi 5 balam 11 nevrem ve tüm karındaşlarımın şıhızarı içinde ben
muradınlar yetkizsin. Allah muradımızı yetkizsin. Amin. Daim hoşallık yetkizip görüşemiz. İnşallah. Amin. Allah razı olsun özlerden. Sılının meyitleri mübarek olsun. Kadir keçileri mübarek olsun. Allah kabul kılsın. Bizden kıyımdaşlarımız yazıptı. Aksaray'dan biri inkaz kilovatamda, inkaz bağımda. Yani namayışın evveli kanda buluvatıdı bunu bir. Namayışın ahtimal yaxşı. Amerika Kongresleri ekirip körüşüvatıdı. Hem bular özünün bizge nimelerni qilishni o'rgatyapti. Salih degan baliq o'rgatyapti. Sen oxirida yanma. Bizning yaqimizga yesil. Biz bu ishning oxirini tushirib beramiz deyapti. Aksaray'dan tek inkaz gelmedi. Aksaray'ın aldığı başka. Yani şu namayışımızda ahırda Aksaray'ın aldığımı davamlaştırmamız. Benim açlık ilan kıladığı işim var Aksaray'ın aldığı. Bu kapital hır. Bu kongresde günde çıkıp 5-6 görüşüyordu. Çokum bunun neticesi buludu. Bir gün, 2 gün içinde de cevap gelmeydi. Bu çok iş. Üzerler bizler Xitay'dan hazır Amerika tık üstünde ilişiyordu. Dünya Xitay'ın tehdit ekenliğini tanıp yetti. Amerika tanıp yetti. Xitay hükümeti bizde yep gidemeydi. Biz bunda asla yiyelik getirdiğin millet emez. Biz hemimizden aşağısında keşfetimiz gelip durup kalırız. İnşallah. İnşallah. Yani hazır inkaz kelmegen bolsun mu ama nim bilen parlament azaları bilen gün davamlı görüşüp turulavadı düşünüyor mu? Derdimiz. Vallahi görüşüyordu da biz görüşüyorduk. Siz ötken qaytımda hazır özür dep ötep ketdi ama açlık elan kıldık aşım var dep ötken qaytımlık programımızda açlık elan kıldık allıklarını degen tilim müşahede kılamla onu yoki başka. Ya bu namayış devamlı şey versin. Namayışın arlıklığa ya ahırlığı bir yer ekilimiz. Özümüz en bir muhabbet Aksaray'dakilerini söyleydiğin bir yer ekilip durup toğırlayımız. Yani bir qancha devletler bilen görüşüyotganliklarini hem ötkende men söhbet jarayonida qilgandim. O ishlar, o xizmatlar qanday bo'lyapti? Hatto 40-50 devlet. Bir hafta içinde muhbir efendim ben bir hafta içinde 51 devletin elçixanasına Uygur'u yardımcı çağırıp bütün lagerinin tarihini çıkargan jurnallardaki bütün halkara jurnallardaki gazetelerdeki muhbirlerin adresini buluvatka vakanı gezip 51 devletki mektup tapşırdım. 11 devletten cevap geldi. Onundan başka Amerika Kongresi'ne kirip görüştük. Amerika Kongresleri bizge yardım kıldıqanlığını etti. Hem yakında işte 3 ay içinde Amerika Kongresi'nin içinde bir guvalıktan ötküzülgen şu aşağıdaki ahvalını bildiği işlerini hal kıldık. Biz yani onundan başka varlık kişilik hukuk teşkilatlarına ahvalını dep kişilik hukuk teşkilatlarını digizip attığımız. Onundan başka Taşkı İşler Ministri gibi verip Taşkı İşler Ministri'nin vatanga adam ivetişini, kırkınçılıktan aldığını ilişkin sözleşip attığımız. Ulan şunu kılıp atıyordu, davamlaştırıp atıyordu. Onundan başka yani bugün biz vatanımızın içinde chet ellikler çıkıp geçsin diyen haberini anlat. Korkup yani bir kırkınçılık bulduğu okşayıp derhal Amerika'nın Xitay Turuşluk elçihanesi hat yazdı. Amerika Taşkı İşler Ministri'ye hat yazdı. Amerika Kongresleri bunu haber kuvvetimiz. Hem müşdak hareketini davamlaştırıp attığımız bu ballamı Salih başçılığındaki Amerika gitti. Yaşla bulup mu yaşla bek yaman iken acayip neslerini gezip bu kongresinin içini cep yürüdü. Beni hayran kaldırdı bunlar. Yani bu Salih Xudayar qarindishimiz mi biraz nim qilyapti yani uningdan norozi bo'lyapti. Boshqa qarindoshlarmi ham shundoq. O'tganda bu to'g'risida Bilal Turkiston degan qarindishimiz bir video chiqargan bo'ldi. Bu videomi biraz nemildi jamoatda bir g'avg'o qo'zg'agan bo'ldi. Ya'ni bu kelayotganlardan biraz xafa bo'lyapti. Ya'ni oz chiqyapti, qanday bo'ladi? Sizga nisbatan qanday jamoat qanchalik yaxshi? Bana nispeten az emas. Az emas. Çünkü bu uzun müddetlik her günü bütün gün turuyatkan ulug' Ruz Ramazan'da hakla zorluk yap iştahı etmişler vakırabatkan namayiş boğaşka bir gün içinde 50'den 30'gacha adam kelyapti. Hemmisi işini taşlap çünkü hakla işlevatqa vaqti buludu. Her devletten kiretmişler adam 10-20 adam üzülmeyin. Nöbetle 2 saatin 3 saatin turup muşla almıştır kelyapti. Menimce bunu ben az demeyim. Yani Allah yani kilovatı hiç kanda kardeşimizin içinde Uygur içinde bunu kullanmaya adam yok. Her cihetten kullanmadı. Allah razı olsun. Da oğanda şu ballımı ve kapılap ketmesi oğudek yani. Mence ben yakış çıkmadı desin. Vallahi ben dünyada şunu hitap kılımam.
bular tecrübesiz. Yaş birinci kıtım bu işini açık yapıvatkan ballar. Burun bizni desep kılganda nurgun hatalık ötküzgen, koynigan, çıkıp vakırap ketken, adamlarını pullap ketken muştak vaxtlarımız boğan. Karındaşlar, biz yamanını, hapılıktan bayak koyup bu işin önümünü koğuşaydı. Benim tadı tılıgan, neymişka, ben ballarının işi toğur boğaşka akıtın kitivatına. Kollaylı, bunları toğur yolu yetekleyle. Asla hem işler cahil düşünür. Bula işçini patmay, vatandaki tutallarını kurtulduruş için, lagırını azat kılış için, oğuldurak getip, başı çıkınlar, cıkırak çıkıp bir balıda bakırak kese, toğur düşüneyle karındaşlar. Biz üçün kılıvatıdır. Vatandaki karındaşlarınlar üçün kılıvatıdır. Silah üçün kılıvatıdır. Silah üçün yıklavatıdır. Biz üçün yıklavatıdır. Bunun için toğur düşüneyle. Şunda Allah razı olsun. Mağmıcık inkaslar geldi bu Amerika'daki namayişini kollama atamızla ya ki bu nimede ikranda kösetmeye vatsız bu deydi. Bu aldıraşçılık nem kıldık. Hem Amerika'daki namayiş nayit yakşı buladı deslinde. O adam... Evet, alıdığım bolsa efendim. Keşke 30 nes çıktı bu namayişten. Bu vallahi onu anmaydıken. Ama şu namayişlik kısa, bu işte her kısa da. Bunların bir acayip teşvik kıldığına niyeti yok okşaydı. Şu hemmisi beş namaz ballıyken, hemmisi bir taraf yeri destemeydiken, onun için halk bunun taraf tıkımı yaxşı çıkıvatıdı. Yaxşı boğadı dermiş. Onun için Amerika'nın kanunu, siyasetiga, G'arb'nin kanunu, siyasetiga maslaş kılıvatıdı dermişler. Allah razı olsun. Yani bu aldığımızda bir yığının gibini kılınıp ötep ketken boldu ötken kıtımda. Bunundan haberler var mı bu kandak yığın bu doğrusu gapıp bakamla. Ya Qaysı yığını da bir neçe yığın var. Muşu müstakillik hareketi yığını, onundan başka muşu nima devletler bilen görüşüdüğanda bir yakildiğan. Onundan keyin mesela muşu yakında Ahmetcan Osman Efendimiz bir meseleni oturup koydu. Muşu çoğun teşkilatlardan Uygur Ulemalar Birliği, onundan keyin Mağrib Cemiyeti'nin başlığı, ularning başlıkları, onundan keyin muşu Kurultayninki başlıkları, 7-8 hazır vekil karakterdeki çoğun teşkilatlarının başlıklarının bir yerге kelip bir xalqimizga bir birlik kuch hosil qilganligimizni ko'rsatib isbotlab berish uchun bir yerga kelishni bir chaqiriq qildi Facebook'ta. Buningdan xabarlar bormi? Hemmisinden haberim var efendim. Meyli ziyalilarının yığını olsun. Meyli sürgündür hükümetin yığını olsun. Meyli şarttan azatlık, müstakillik hareketinin yığını olsun. Eğer Uygur için bir işkilimizde her kandaki çıkıp muş Uygurlarını ittifaklaştırış, çoğun teşkilatlarının beşini bir yerge ekiliş, muşundak bir yığınlarını içkip, yana kandak işlerini kılımız, oturup planlarını koyup, halkını doğru yolluğu yetekleydiğin iş olsa, ben hemmini kullayayım. Eğer sürgün hükümet Ahmetcan Osman Efendimiz'den, sürgün hükümetin prezidenti, balımız Ahmetcan Osman, eğer aşında hemmi çoğun teşkilatının başlıklarını ekilip, bir yerge beşini koyup, muşundak bir işini uğurlaştırırız desek, elbette kullayımız. Şarkı Türkistan müstakillik hareketi, çoğun yığını çıkmış Uygurların davasını ilgili sürümüz, onu kullayımız. Onundan başka bu ballarının işini kullayımız. Ziyaliler ama Amerika'da yığın açılırken onu mu kullayımız? Demek biz hazır halkımızın akli iktidarını birleştirip bizge plan verse, biz onu kabul kılıp onu icra kılırız. Biz şunun muhtaç. Kim onu nemi kelse biz şunu kullayımız. Ben şunu kullayayım. Umumen ben bir ana hem halkının lideri, meni halkın liderimiz dedi. Hem ben bu halkının tatvatkan azap okubatları hemmesi benim aldığımda turuptu. Aslı şunu bedel türügen, şunun için yıkılap çıkan, şunun için bütün ballarım yıkılatıdı, şunun için bütün iktisadımdan ayrıldım, şunun için beyran divanında çüzdüm, şunun için halkın kollarımda tepki yedim, şunun için tıl hakaretle anladım, şunun için ben bu halkını azatlık çıkarıdığım, halkını erkinlik çıkarıdığım her anda faaliyetimi ben kullanayım. Yani Allah razı olsun. Eğer bu iş ro'yobga chiqib, Ma'rif teşkilatınınki reisi Hidayatullah Cem, Uygur Ulemalar Birliği'nin, Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin reisi Ataullah Şehriyar, Seyit Tomtürk efendim, onundan başka
Ahmetcan Osman efendim, Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqin İsa efendim bular bir yerga keldigan bo'lsa, siz buni boshchilik bilan shu rasman qo'llab, ya'ni butun tashkilotlarning beshi bilan bir yerda bir yig'in ichilib qolsa, buni siz qo'llab quvvatlayli, ya'ni sizning so'zlardan bu chiqadi. Albatta qo'llab quvvatlayman. Ben endi bu yig'in qachon bo'lganligini uqmayman, chunki 7 oyning 5-i meningki Fransiyada o'rlashtirishim bor, Amerikada 4-chi o'rlashtirgan ishlar bor. Shu vaqtim to'g'ri kelsa, men cho'qim qo'llayman, men boraman. Bunda hammalarning beshi bir yerga kelib, dunyodagi davoni shuna birlikda bir-biri bilan yaxshi hamkorlashib qilsa, men qo'shilaman. Men mishadi bir gapni xalqqa eslatib ketmoqchiman shuning oqibatini. Nurg'un bir fikrlar bo'lyapti. Namoyishlar xato chiqdi, Uyg'urga ofat ekeldi. Hech qanday namoyish agar shu xato shuar qo'lmasa, hozir to'layotgan shuarlarning ichidan xato shuar qo'yildi. Hech qanday bir Uyg'urning vatanni ozod qilamiz degan faoliyati Uyg'urga ofat ekelmaydi. Xitoyga qarshi faoliyat Uyg'urga nimish ofat ekeladi. Nimishki shunday gaplarni taqiqimiz, nimishki shunday gaplarni qilamiz. Men mushuni huzur Ramazonda mush ushaq gaplarni qildigan qarindoshlarimga insof tilayman, ham ularning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Bir-birining namoyishni berib, qo'llab qatnashsin. Uyg'ur hammamiz davatimiz, Uyg'urdan dushmanimiz yo'q. Bizning dushmanimiz Xitoy. Nimish og'zimizdan chiqqan gapni ijro qilmaymiz. Deydi ekanmiz, shuni ijro qilaylik. Ben nimish qo'llamayman Ahmetcan Osman efendimnikini. Nimish qo'llamayman Dünya Uyghur Kurultayı'nı. Nimish qo'llamayman Sharq Turkiston mustaqillik hareketini. Nimish qo'llamayman Ma'arifli olmalar jamiyatini. O'zimning bolalarım, farzandlarim ular birlashsa, men ularni quchoqlasam, endinkin bu da'vo oqidi. Endinkin bunun bilan bilamiz dunyoda barliq yoshlar hareketini. Yoshlar qo'zg'alinglar. Yoshlar har davlatda o'zinglar turgan davlatlarga parlament oldida shu soni Xudoyerda yetinglar. Hamma odam sizlarni qo'llaydi. O'zinglarning davlatini, parlamentini, qonunni ma'qul qilinglar. Yoshlar hem harakat qilinglar. Onalar, ayollar hem harakat qilinglar. Dunyodagi barliq tashkilotlar hem harakat qilinglar. Hem hamkorlashinglar. Bir yerga aytilman deganlarga gapni qo'shilinglar. Mening fikrim shu. Shuning bilan birga yana bir qitim Uyg'ur xalqining hayitini tabriklayman. Hem hammasiga samimiy salom yo'llayman. Amin. 30 kun Ramazonda tutgan ro'zalar qabul bo'lsin. Tilgan tilaklari ijobat bo'lsin. Hamma Uyg'urning kuladigan kulgisini ko'rishni orzu qilaman. Rahmat sizlarga. Allah razı olsun. En ayıgıda şu men o'zim kallamga kelgan bir narsani so'rab olsam. Bu teşkilat başlıklarınınki bir yerga kelish masalasini zat xalqimiz qattiq talab qilyapti. Onun uchun buningda sizning nihoyat yaxshi rol o'ynaydi deb o'ylayman bu bir. Ikkinchisi yoshlar masalasida hozirgi sizning chaqiriqlari bu nihoyat yaxshi bir chaqiriq, yaxshi bir bütün yoshlarga anglayotgan bir so'z. Buni o'tgan qaytimda Umid Musaboyev efendim bu fikrni o'tirib qo'yib yoshlarni anglayolmay qoldim. Hepinizde taza anlayamay kaldım. Maqsadınız tushundim. Mening demakchi o'g'lim bu shu birlik kelish to'g'riliq men harakat qilib o'tganda men butun a'loni ketimiz dedim. Men yana deyman, men o'zim bir oliy kengash ochaman. Butun dunyoda tashkilotlarni yig'ib, shunday bir guruh qurish uchun. Hozircha Ahmetcan Osmonlarni ham bularga ideya xizmat ishlab bu ishlarni qilsa, men buni qarshi olaman, qo'llayman. Biz cho'qim Uyg'ur agar tashkilotlar shunday birlik kelmagan tashkilotlarni biz gumon qilamiz, ham shunday birilishni xohlamaganlarni biz xalq tashkiloti deb e'tirof qilmaymiz. Rahmat. Yani qarindoshlarimiz sizga uzun ömür tilabdi, tanlari salomat bo'lsin debdi, ishlari o'ngishli bo'lsin debdi, qarindoshlarimiz duo qilyapti o'zlariga. Alloh ajringizni ko'plab bersin Robiya ana debdi. Nihoyat yaxshi duolarni qilibdi. Uningdan boshqa qarindoshimiz Robiya xonim o'zlari yashinib qoldilar, salomatliklari yaxshi emas. Bu ochliq e'lon qilish ishini yoshlar qilsa bo'lmamdi, sizni biz charchatmasak debdi buningga. Yoshlarni qilsin. Yoshlarni shu men e'lon qilganda bir hafta burun yoki 10 kun burun e'lon qilaman. Sabab mening qilishdagi sababim albatta yoshlar qilish kerak edi. Mening nima uchun qilyapman desiniz? Birisi men 72 yosh kirgan ayol. Ikkinchisi meni butun dunyo to'ldirib ochgan Xitoyning turmusi bir danqim bor. Uchinchisi men bir 5 qitim Nobel mukofotiga nomzod bo'lib ko'rsatildim. Endi 12 qitim dunyoning tinchlik mukofotini oldim. Xalqaro nomim bo'lgandan keyin mushu bir Uyg'urning lideriman degan bir odam
halkının azabıga chidamay Aksaray'ın aldığı açlık ilan kılıp gitti. Hep halk için muş bir momay gitti de dünyada tesir gösterlemem mu? Muşunu kıpaksam diyeyim ula. En ahirki varyantım emez bu. Yani onun değil kimi işlerini kılama. Peki muşunu mu kıpakay? Ya kıpakay dedim karındaşlar. Yaşlarını dünya boyunca ben bile hemkarlaştırdıqanlığını düşünemem. Lakin ben bir muvaffak bir vakitin tapına. Bula bulmaz vakti bulup kılıp atayettin bu aş ilan kanka yarışa bunun kıymeti bulmay kas bulmaydı. Şununla bir vakti ya ki bu şu dünyanın bu Aksaray'ın bir iş kıldığı vakti ya ki özümüzün halkımızın bir iş kıldığı vakti ya halkaranın bir işi duç kıldığı vaktini toğrulayla devatı. Bunun için toplumların ahırda beni gittim Bülent'te yana sual koyup beni yapıldırmaktan 9. ayının ahırda uzurak sözlükte oldu. Devletlerin vekili New York Birleşken Devletler Teşkilatı kilidi. Biz yana şiayetimi namayışını ulaştıraylı defa yaşa bilen mesleğiş vaktimiz bir 2-3 günlük. Kudayım bulsa üyadımı bir namayış ettirişimiz mümkün. Şuna bunun da mı dünyanın haberi bop kalsın vakti biz Çin ilan kılımız. Rahmet sizlerge. Allah razı olsun. En ahırdaki sözlerini alayım dakta. Sizin çıkırak sözlü tavallı bir gün ma fırsatını tam bakmasa emez sizini qoğlab жүрüp teste çıktık ki ama. Sizin vakitleri yetişmeye kaldı köpünçü vakitlarda. Ben halkımız cık görüşüp dost ümit alımız. Ümitlinimiz. Eğer benim sözüm bilen halkımın azırak bolsun boşlukta melhem bollanırsam her gün sözlep vermem. Lakin ben bu işhanada bu işlerini kılmışsam bulmaydı. Şimdi yügümüsem bulmaydı. Aksaray'da yügümüsem bulmaydı. Onun üstüne edimim az işletti. Hazır yeniden işhanı köştüm. İşhanam yok. Dünya hukukünün işhanını başka yer köçürüp eketti. Ama işhanı yok. Yeniden Aksaray'ın yeniden bir işhanı aldım. İşhanamın adresini yakında ilan kıldım. İnşallah. İşhanlara içliğe vaktinde onun bir tebriklerimiz Allah kalsın. Açtık işhanımızda. Kudayım bursa ilan kılma yakında. Allah razı olsun, rahmet. Sizin yiğitlerin yanı bir kıtım mübarekleyme. Boz yiğitlarda Gollandiyaga kesler, Türkiye'ye kesler, Avrupa'ya kesler, yiğitlap. Her zaman hem bu hizmette yerip ketler. Bir kıyırındaşlarımız ile devamlı bir yiğitleşip bir görüşüp tutsa. Benim sözüm şu olsun. Daim halkımın gözü yaş dokusun. Gözümüz yaş dokusun. İnşallah. Bundan rahmet, Allah razı olsun. Yana bir kıtımda programda görüşemiz. Rahmet sizlerge. Allah'a emanet. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar, aziz do'stlarim. Dünya Uyghur Qurultayınınki Ali rəhbəri Uyghurlarning ma'naviy onasi Robiya xonim bilan bugun bu suhbatni ilib borgan bo'ldik. Nurg'un qarindoshlar bu namoyish to'g'risida ba'zi fikrlarni yazgan bo'ldi, qilgan bo'ldi. Buni tushundirish vaqtimiz yor bermay qoldi aziz qarindoshlar. Aslında şu Amerika'ya bağlan bolsak yaxshi bo'ladi, ammo Salih Xudoyor qarindishimiz mi, Bilal İbrahim Türkistan mı biraz bu to'g'risida shikoyatchi bo'lib qoldi. Herhalde xonim degandek yosh bolalar bo'lgandikin albatta ochiqlanishi haqliq ba'zida. Ammo Amerikadagi bir yerga hamma davlatdan udullan bağlı bo'lmaydi. Yevropadan mı bağlı bo'ladi, viza saqlaydigan gap, uni tasdiqlasa bora oladigan gap, tasdiqlamasa bora olmaydigan gap. Vatandaş bo'lganlar biroz nim bo'lsinmi, yana oson bo'lsinmi, ammo boshqalar aldirabli bora olmaydi. Shuning uchun Salih Xudoyor qarindishimizga men bu ishkron orqali deb qo'ysam, uncha qabulab ketishning hojati yo'q. Bilal qarindishimizga deb qo'ysam, uncha qabulab ketishning hojati yo'q inshaalloh. Mencha namoyish nihoyatda adamjiq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki 30-40 odamning kelishi bu yaxshi avval bu. Burun mishadimi şu 10-15 adam aran namoyish qilatdik. Onundan keyin yana bir masala bu qarindoshlik studiyasi namoyishni qo'llamayotgan o'xshaydi degan bir gaplar bo'ldi. Bir qancha qarindoshlarimiz ikran orqasida bu so'zlarni o'tirib qo'ydi. Biz
Studiyamiz qarindoshlar vatan millat uchun xizmat qilgan har qanday odamni qo'llaydi. Buning uchun har qanday bir sap tarafida, ya'ni umumiy qarindoshlarga umumiy turish uchun, o'rtaq o'tirda turish uchun, to'g'rining endi turish uchun vatan millat uchun xizmat qilayotgan bütün shaxslarni, tashkilotlarni o'rtaq shaklda ikramga kelayotimiz qarindoshlar. Faqat vaqt masalasi, nima masalasi, vaqtimizning birga kelinmaganlik masalasi, ya'ni qarshi taraf bilan va yoki bu namoyishmi jiddiy har kuni birozdan oldin jonli yayın qilib butun dunyoga anglatilyotidi. Bundaq masalalar tufaylidan ba'zida shundaq ich qolmagan, ya'ni ikramda ko'rsatilmagan ahvollar bo'ldi. Buni qarindoshlar to'g'ri tushunsanlar bo'ladi. Qo'llamaydi ekan, qilmaydi ekan, etmaydi ekan degandek masala mavjud emas. Üçüncü bir mesele Gollandiyadagi yoshlarmi inshaalloh bu jihatda nihoyat kuch chiqaryotidi, jiddiy planlarni tuzyotidi va inshaalloh Amerikadagi namoyishni qo'llash uchun harakat qilyotidi. Buni qilib qo'ydik. To'rtinchi bir mesele Ümit Musabayev, bizningki yoshlarning ichidan chiqqan strategiyachimiz. Efendining tashabbusi bilan ve bizningki qo'llashimiz bilan bu yoshlarmi inshaalloh butun dunyoda umumyuzlik Amerika konsulunun aldida muşu marafoncha namoyishninki ayığını davamlaştırışını o'ylashyapmiz, planlayapmiz. İnşallah pat yaqinda agar yoshlar bu jihatda fikrimiz pishib, planimiz ro'yobga chiqqan vaqtida, chunki bu oson emas, butun davlatda o'xshash vaqtda Amerika konsulunun aldida Amerika bayrog'ini va Sharq Turkiston bayrog'ini lapildatgan holda Amerika parlamentiga, Amerika davlatiga bizning ovozimizni yetkazish, bizning masalamizni qo'lga olishni umid qilish, agar yana qo'lga olmasa Amerika davlatiga besim qilish uchun, parlamentga besim qilish uchun biz butun dunyoda Amerika konsullarining oldida umumyuzlik bir uzun muddatlik bir namoyish planini yoshlarimiz inshaalloh maslahat qilyapmiz. Agar bu ro'yobga chiqib qolib qolsa, bütün dünyadaki yoshlar birleşip bu yoshlar namoyishininki oxirini davom qilamiz aziz qarindoshlar. Bu namoyish faqat hamda Solih Xudoyarning namoyishi emas, chunki ba'zi kishilar Facebookda, WhatsApp to'plarida ba'zan inkas fikrlarni belgil turibdi. Sen qachon nadin kelding yoki nadin chiqding, nima ish qilyapsa degandek masala. Hamda bu namoyish Solih Xudoyarning namoyishi emas. Bilal Türkistan'ın namoyishi emas. Bu Uyg'ur xalqining namoyishi. Ular millatga vakillik qiladi chunki. Ular 4-5 odam o'ziga vakillik qilmaydi. Bütün Uyg'urlarning nomiga qilinayotgan bu namoyish. Shuning uchun bu namoyish to'g'ri bir shaklda davom qildiganlar bo'lsa, inshaalloh bir-birimizdan xapunmagan, bir-birimizni quchoqlashgan, bir-birimizni yo'lagan, desteklagan asosda bu namoyishni biz davom qilamiz. Ya'ni butun dunyodagi yoshlar birlashib inshaalloh davom qilamiz. Yoshlarning birlashishida qarindoshlik studiyasi muhim rol o'ynashni, muhim vazifani ustiga elishni umid qiladi inshaalloh. Butun yoshlar, dunyodagi yoshlarimizga chaqiriq qilamiz. Shvetsiyadagi bo'lsin yoki Norvegiyadagi bo'lsin, ba'zi yosh qarindoshlarimiz bilan ko'rishyapmiz. Belgiyadagi yoshlar, Germaniyadagi yoshlar, Yaponiyadagi yoshlar, Avstraliyadagi yoshlar, uningdan boshqa ya'ni men unutib qolgan bir qancha davlatlardagi yoshlarningki vakillari yoki shu yosh qarindoshlarimiz bilan biz jiddiy maslahatlashib, bundan keyin shu davlatda bu namoyishning oxirini davom qilishga maslahat qilishimiz kerak bo'ladi. Shu bu jihatda kuch qatishni xohlaydigan yoshlar inshaalloh studiyamiz bilan aloqa qilsa bo'ladi va Gollandiyadagi yoshlarimiz jiddiy o'ziniki planlagan projeleri, planlarini ishga solyapti aziz do'stlarim. Boshqa davlatdagi yoshlarmi inshaalloh WhatsApplarimiz ekranda ko'rinib turibdi, jiddiy bir telefonlashib bu namoyishning oyig'ini qanday davom qilish ustida aktiv yoshlar bo'lsa, biz Gollandiyadagi yoshlar bilan uchqashtiramiz, kurashtiramiz. Gollandiyadagi yoshlarning vakili bo'lgan Abdusalom Ilshad Islom qatorliq qarindoshlarimiz bilan kurashtirib, bu dünya miqyosida ilk birinchi qitim, ya'ni bu so'zni xotirlab
arsa ketip kaldım Türkçe sözüne. Bu yerde bir nersini devetsem, kardeşler, ben Türk camide Türklerge ders verime. Bundakin Türkçe yayınma, yani nem kılıma, nah meydan sohbet kılıma, ondan başka Türk camide vaziyetimi Türklerge ve Şarkı Türkistan meselesini Türkçe anlatıma. Şunun için bu Türkçe keç gündüz Türkçe öğrenip atkanlığım için bazı sözlerim aralışıp ketidi. Çünkü nurgun qeyrindişim bana inkaz yazdı, siz Türkçe yapıldı ekansiz deb. En mühim mesele ben Türk, Uygur bir elinin namı. Bu 1069 Mahmud Qashqari bobamızınki degan gepi. Şunun için bazıda Türkçe gap aralışıp ketip qalsa, apo qilaversanlar bo'ldi. Aslında sap Uyg'urcha gap qilishimiz lazım, ama Türkçe bilan müştaq bo'lib qoldi. Apo qilib o'tinglar. Sözümüz kelsak, bütün dünyadagi yoshlarni bu namoyishga destekçi bo'lishga, bu namoyish ishlarini birga planlashga, bu namoyishga to'g'ri bir şekilde qatilib, Amerikaga besim qilishimizga chaqiraman aziz do'stlarim. Yani bizningki derdimizni to'g'ri şekilde parlament o'ylashib, Xitoy kommunistlariga, Xitoy zolimlariga bir besim qilish orqali bundan keyin bizning da'voyimizning xalqaralashishini ishga oshirishni umid qilaman. Aziz do'stlarim, ondan başqa xalqimizdan, Sharq Turkistondan, qarindoshlarimizdan nurg'unlagan fikrlar kelyapti, nurg'unlagan videolar kelyapti aziz do'stlar. Yaqinda bir qarindoshimizning vatandan kelgan nimisida Sharq Turkistonda bir nimaninki bo'layotganligini, ciddi bir o'zgarishning bo'layotganligini, Xitoylarninki o'tqa chidamchanlik bir o'rinlarni silayotganligini, qurilish silayotganligini, buningdan nihoyatda xalqimizningki diqqat qilayotganligi, bu sirliq qurilishninki nima uchun silinayotganligi ninki sir hozircha. Alloh xolis yaqinda oshkorlandi bu sirliq qurilishlar. Xitoy balkim Gitlerga o'xshash nazi kamplarni, Yahudilarni kuydirib yo'qotadigan bunday kamplarni hozir qilyapti. Bu yaqinda aniq bo'ladi. Bu xalqimizga bir ta'did va yoki qo'rqinch silish emas. 10 yilning oldida biz mush gapni qilgan. Xitoy bizni jiddiy bir yo'qotish holatiga menishi mumkin desak, nurg'un qarindoshlar ishonmagan. Hatta bizning yozuvchilarimiz Uyg'ur xalqi 50 yildan keyin mavjud bo'lib tura olam degan maqolalarni yozganda nurg'un insonlar ishonmagan. Umid bizga Allohdan berilgan bir ne'mat. Umid qilamiz, ammo Xitoyning o zolimlarninki qildigan qilmishlarini dal vaqtida tafakkur qilib, aniqlab, kesilimizni to'g'ri shaklda tep chiqishimiz lozim. Uyg'ur xalqiga agar Xitoy jiddiy bir zulm qildigan va yo'qotish harakati ilib boradigan bundaq narsalarni, piyillarni sezgan hamallar biz uni tep chiqib, o'tirib qo'yishimiz, olimlarimiz, ulamolarimiz, tadqiqotchilarimiz, strategiyachilarimiz vaqtliq bo'lsin, mayli uzun muddatli bo'lsin, planlar bilan buni oldini olish uchun harakat qilishimiz kerak bo'ldi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Sharq Turkistonda silinayotgan bu sirliq uylarni, qurilishlarninki oqibati, ya'ni uningki siri oshkor bo'lguncha biz bunimi xalqimizga deb turishimiz lozim. Ya'ni Sharq Turkistonda cho'ng qurilishlar silinib o'tibdi. Men buni qarindoshlar qo'yib bergim bordi, ammo buni izlashim lozim. Agar Xitoy Sharq Turkistonda nihoyat cho'ng bir ishni planlayotgan bo'lsa, ya'ni yo'qotishni planlayotgan bo'lsa, albatta biz Qozog'iston, Qirg'iziston, u degan hammasiniki shu o'g'irlik vizini ibtol qilib, Turkiyadan yoki boshqa yerdan berib, ashada sud qilganlar hammasini yoki yerda xotnagan ashada to'yib boshqa qilib qolgan bo'lsa, hammasini shu nimalarni vizlarni ibtol qilib chet elga kelgan qo'l o'tiribdi. Bütün çoğun şehirlerinin hammasida shunday yo'g'on Xozon chonsa o'tib, Xozon chonida o't bilan jasad ko'yilgan yer bor. Normalde bir uçuğu bağlıken, yani 7-8'in uçuğu bağlı, şu bir uçuğunu işletirken, o da ama şu kış kolu götürüp kattık çoğun kırgınçılıkka tayarlık oturdu, o da kaldım ben içimde. Yani chet elliklarning hammani qo'g'lab chiqarib Xitoy
zalim faşistleri ciddi bir tayyorlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Endi biz buningdan qo'rqib ketmaymiz aziz qarindoshlar. Buningdan qo'rqib ketmasligimiz lozim. Biz so'qqonlik bilan agar Xitoy bunday bir qirg'inchilikni qilishni o'ylashayotgan bo'lsa, biz jiddiy chet eldagi bütün Uyg'urlar uylarimizni, xotin bolalarimizni, bo'z xotin bolalarimizni ilib, da'voga atlanishimizga to'g'ri keladi va majburmiz. Agar Xitoy bizning xalqimizni bu shaklda yo'qotib, ko'ydirib yo'qotma deydigan bir suiqasd bo'lib qolsa, biz darhol buningga jiddiy qaramasak bo'lmaydi. Umumyuzlik qaramasak bo'lmaydi. Bu da'voga atlanmagan Uyg'urlarni bundan keyin Uyg'urlik ismidan supurib o'tib, Uyg'ur jamoatidan supurib, Uyg'ur mahallasidan supurib, men Uyg'ur deb o'lib ketgan bo'lsa, shu jinozasini shu buddistlar tushirsin, namozini shu buddistlar, shu Xitoy kommunistlar o'qib qo'ysin. Biz unda odamni tonimaymiz degan yerga kelmasak bo'lmaydi. Chunki vaziyat nihoyatda jiddiy bo'lyapti aziz qarindoshlar. Chunki temir yo'l ishga tushib, rasman tijorat boshlanib, dunyo, ya'ni ko'zi yumilgan dunyo, quliqqa pang bo'lib qolgan dunyo, bizni setib o'tib qolgan bu dunyo, ya'ni dunyo deganimiz shu davlatlar, prezidentlar, boshbaqonlar, ya'ni bu dunyodagi bu insonlarga qarshi biz o'zimiz qutuldirmasak, maydonga chiqmasak, ya'ni shu gapimga kelsam, bu da'voga qatnashmagan, ya'ni men biroz shuni o'ylasammi, o'zim so'zimni topolmay qolyaptim qarindoshlar. Xitoy dunyoni ma'qul degizib olsa, bu 60 davlat bunga munosabatlik, bu temir yo'l tijoratiga ma'qul degizib olsa, Arakanda 500 ming, hatto 1 million odam uydan qo'g'ilib o'tildi, o'ldirildi, dengizga tashlab o'tildi, kemalarga besib dengizga qo'yib o'tildi. Shunga o'xshagandek butun dunyo hech nima demadi bularga. Bizga bir narsa demasligi mumkin. Biz darhol harakatga o'tib, mayli yoshlarimiz oldingi hisobga chiqib, aziz qarindoshlar, yoshlar oldingi hisobga chiqib, cho'nglarning tajribasidan foydalanib, biz inqilobni boshlamasak bo'lmaydi. Beshimizga kelganda ko'rmasak bo'lmaydi. Ya'ni bu inqilobga qatnashmagan, bu mujodalaga, bu faşist zalimlarga qarshi mujodala qatnashmagan Uyg'urlarni hamda Uyg'ur deb yurmay, qarindishim, tuqqanim deb yurmay, qalbimizdan o'chirib o'tishimiz kerak. Chunki bu hammalarga farzi ayin bo'lib ketdi. Xitoy faşistlarga qarshi kurash qilish, mayli qalamda, mayli alamda bizga farz bo'lib ketgan bu zamonda bundan biz qochib qutulmaymiz aziz qarindoshlar. Buning uchun hammalarni hozir turayli, nozir turayli. Men namoyishnimi yoshlar yana bir qatim abay deb o'tib ketdim. Butun dunyodagi yoshlar jiddiy bir aloqaga kelib, bir yoshlar birligi, yoshlar maslahati, South Gollandiyadagi yoshlarmi buni ilib meniyotdi. Jiddiy bir yerga kelib, inshaalloh men namoyishning oyog'ini davom qilayli, Amerikaga besim qilayli. Agar Xitoy shunday bir harakatni boshlab qo'yib qolsa, biz butun dunyoga besim qiladigan bir umumiy harakatga o'tmasak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Yanilam cho'nglarning tajribasi maslahati bilan, ammo yoshlar umumiy bir harakatga o'tib, jinimizni pido qiladigan bir yerga, milimizni pido qiladigan bir holatga kelmasak, Xitoy bizning xalqimizga qarshi bir so'yqirim, yo'qotish, qatliam planlayotgan bo'lishi mumkin. Nurg'un narsalarni strategiyachilarimiz oldin o'tirib qo'ydi, necha yilning oldida qo'ygandi. Mancha yildan keyin mashta bo'ladi degandi. Bo'ldi. Endi yana shunday farz taxminlarni qo'yishimiz kerak. Qo'rqib ketmasligimiz kerak. Umid bilan qilishimiz lozimki, Alloh biz bilan billa. Qanday bo'lsin, chet elda 1 millionga yaqin Uyg'ur bor. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni qat'iy uyg'onish lozim. Endi ular vatanning dardida, vatandagi ahvollarni jiq bilmaganligi uchun va shu Rossiyadagi Rus Federatsiyoniga bog'langan shu yerim mustaqil davlatlarningki besimlarga va Xitoyninki besim ostidagi shu Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarda ash davlatlarda yashab qilayotganlik uchun ularning qo'ldan kelgan bak cho'ng ishlarni qilolmaydi. Ammo boshqa davlatlarda, Turkiyada, Yevropada, Yaponiya, Amerikadagi qarindoshlar cho'qim biz umumyuzlik bir kayfiyat, umumyuzlik bir kurash shakllantirmasak, bizning ishimiz bundan keyin tasavvur qilish mumkin. Sharq Turkiston xalqininki
işi ters bo'lib qolishi mumkin. Aziz do'stlar, men programmani tugutaman. Aziz do'stlarim, qarindoshlarimiz yozibdi. Har qaysi tashkilotlar 5-6 dan odamni muqim qilib turdiganga Amerikaga vasitchi deydi. Sizlarning so'zlaringlarni men tashkilot liderlariga ikkiran aqistim yetkazimay, chunki tashkilotlar liderlari bilan davomli ko'rishib turamiz. Shvetsiya tashkilot, Norvegiya tashkilot, Belgiya, undan boshqa Yaponiya, atrofimizdagi Fransiya, Gollandiya tashkilotlar liderlariga men bu so'zni yetkazimay inshaalloh. Ya'ni har qaysi tashkilotlar 5-6 dan odamni Amerikaga o'rgatish degan bu fikrni qarindoshlar qo'yapti. Bu cho'qim Turmamat Hashim, doktor Turmamat Hashim qo'yapti Yaponiyadan. Abu Valid Shunqar degan qarindoshimiz shunga o'xshash so'z qilibdi. Shunga o'xshash fikr qilibdi. Ya'ni tashkilotlarga besim qilishimiz kerak qarindoshlar, biz yoshlar. Fikranimiz orqali, so'zlarimiz orqali besim qiladigan bo'lsak, inshaalloh ular anglaydi. Aslida besim qilmasak ham anglaydi, ammo bek aldirash bo'lgandan keyin ba'zan fikrlarimizni vaqtida hal qilolmay qoladi ekan. İnşallah hemmeyle hep birlikte fikrimizde çın tura oladigan bo'lsak, tashkilotlar 5-6 adamni hech bo'lmagan 2 adamni avasimi, 2 adam bir haftadan turpasimi qarindoshlar. Chunki kongress, Amerika kongressining oldida sonmi bek muhim emas, shu sifat muhim. Bir qancha qarindoshimiz davomli aşağıda bayrog'ini tutib, dardimizni olib tura oladigan bo'lsak, uzun muddat bu kongress bunga javob bergich Amerika hukumati bunga bo'ldi biz qilmasak, sen bek jahil kensen, sen bek yaman kensen, sen haqiq atlanıp çıkıpsa bu jangga biz sana cevap vermeydigan bo'lsak, sen bizni endi bizningki hokimiyatlarimizga, saylanlarimizga ta'sir yetkazadigan o'xshaysa deb cho'qim bizga javob berdi. Chunki bu demokratik davlatlardagi podsholar, hukumatlar, hokimiyatlar xalqning oldiga davomli chiqqan, vaqirgan insonlarning oldiga borib dardini anglagan bundaq bir sifat bor bularda. Shuning uchun men bu yodimdan bu vaqtda desam, Turkiyadagi saylamdan oldidimi bütün tashkilotlarni yaxshi qilyapti inshaalloh. Ma'rif tashkilotlari, boshqa madaniyat hamkorlik tashkilotlari va undan boshqa 18 tashkilot bor, birlashgan tashkilotlar. Sharq Turkiston ulamolar birligi nihoyat yaxshi xizmat qilyapti. Bu yerda ayiblash mumkin emas. Faqat va faqat saylamdan foydalanib Türkiye hükümetiga besim qilish lozim. Biz bundan keyin hukumatlarga besim qilish tarafiga qarab yuzlanmasak, biz setilib ketamiz, biz yeyilib ketamiz, biz yo'qolib ketamiz. O'lgisi kelgan nimaning qo'rqini, mushukning qo'rqini tishlaydi deb bizning o'lgimiz keldi gapning rostini qilsak qarindoshlar. Biz chunki bizning och singillarimizni Xitoy uyimizga kirib, sening singlingni olaman, ochingni olaman degan yerga keldi. Bizning nomusimizga tegib namusumuzga, iftitimizga tegib o'tadi. Endi biz endi erkaklarning shaxsan men o'zimdan nomus qilaman va erkaklarning shu bayrog'ini tutib namoyish qilib yurishning o'zimi bir to'g'ri bir ish emas. Endi o'lgimiz kelgan bir yerga keldik. Ya'ni qandaqli bo'lsin, qandaqli his qilib biz dunyoga besim ishlatishimiz lozim. Bütün dunyodagi hukumatlarga o'zimizning so'zini deyishimiz lozimki, qo'limizni chiqarib turib, sen bizning ahvolimizga ko'ngil bo'lmasang, endi bizning chitoqchiligimiz qolmadi. Biz endi o'zimizning qo'ldan kelgan ishni qilishga majburimiz deyishimiz kerak. Bu hissiyat bilan deyilgan gap emas qarindoshlar. Biz ashunday yak kelib qoldik. Biz bu yo'lda pido bo'lib ketaylik. Bizning bolalarimiz o'zining namoyishini qilsin, o'zining siyosiy harakatini qilsin. Ammo bir qism insonlar cho'qim bu oldingi hisobda o'lish lozim. Bu oldingi hisobda turmalarga kirish lozim. Bu oldingi hisobda millidan, jinidan ayrilish lozim. Biz bu sakka kelib qoldik hozir. Cho'nglar o'zininki qilgan xizmatini qilib keldi. Asli cho'nglarmi bu oldingi hisobda o'lishi, yo'qolishi, turmalarga kirishi kerak edi. Ammo ularning cho'nglari, ularning ko'pinchilari saqlanib qoldi. Bilmadik hamda ya jinni pido qilinmadimi? Bir adam, 2 adam turmaga kirib qolgan dammaylan qaqshab ketdik. Abduqodir Yapchi akamiz turmaga kirib qolgan dammaylan qaqshab ketdik. Qaqshab ketishning hojati yo'q. Bu septi mangallar turmaga kirdi. Birisi Turkiyaning turmasiga kirdi, birisi Amerikaning turmasiga kirdi, birisi Gollandiyaning turmasiga kirdi. Bu yo'l shunday yo'l bu. Bizmi kirdik Gollandiyaning turmasiga konsulcha qilgan vaqtda yoshlarning hammasi 230 necha odamni turmaga kirib solab qo'ydi bir kecha. Oyog'i 10 necha kun yotdi, oldi hafta yotdi, 3 kun yotdi. Bu shaklda turmadan qo'yib berildi aziz qarindoshlar. Ya'ni bu
Chet elde faqatla bayrog'ni ko'taribla tijliq bilan siyosiy yo'l bilan hammaylar uyimizda iftorni qilib, kavbimizni yeb, mashribimizni o'ynab yuradigan chet el emas. Bu shu vaqt kelganda cho'nglar o'zini pido qilib o'tish lozim. Rabiya xonim hozir ochlik e'lon qilma deydi. Bu bir pidolik endi. Albatta Rabiya xonim Qur'onni ko'tarib chiqib otaman demaydi. Bu davlatning qonuniga to'g'ri kelmaydi. Ham o'zininki nemisigami to'g'ri kelmaydi. Bizga to'g'ri keladi bu, bizga. Shuning uchun cho'nglar buningda rol o'ynab berish lozim. Agar rol o'ynayolmasa, biz cho'nglarni jiq ayiblamay, cho'nglarni ish yo'l boshlamaydi deb demeydi bir qarindishimiz. Cho'nglar bu ishga yo'l boshlab mangsi bo'lmamdi deydi. Biz bularni ayiblavermay, bularni qo'ldan kelishicha qildi. Mesela Uyg'ur o'g'il degan qarindishimiz yozib, nima uchun tashkilotlarimiz biz yoshlarga yo'l boshlamaydi cho'nglar debdi. Ular boshlamagan bo'lsa, biz chiqaveraylik. Biz birlashaveraylik. Biz mengaveraylik. Hozir yoshlarning aqli katta, tajribasi bo'lmasa-mu, aqli xili cho'nglarnikidan ishlab ketadi ba'zida. Nazar doiramiz kengri, jidal majroning ichiga qitlab olmaymiz. Ko'ks qonimiz kengri hozir. Bizda yoshlardan nurg'unlagan ortiqchiliklar bor. Biz yoshlar buni ilib chiqaversak bo'ladi. Cho'qim har kuni biz cho'nglarga yo'nalishimiz kerakmi? Cho'qim Rabiya xonimlar qilish kerakmi? Cho'qim Dolqin Aysa, cho'qim bizning cho'ng muisbitlarimiz Umar Qanotlar bu yukni o'ziga ham olib olish lozimmi? Qalmoq qerisini ishiltidi deb biz qerilarimizni bakma ishiltib etmaylik. Inshaalloh ular o'zlari bizning gapimizdan nomus qilib, pido qilib o'z jonini, molini hamma davlatda ashular o'zi harakat qilsa, alakmulla alhamdulillah maqtaymiz, qabrisini qaturimiz, haykalini qaturimiz, temir daftarlarimizga, kitoblarimizga, dastonlarimizga ularning nomini yozamiz. Her zaman ularga duo qilamiz. Her zaman dua qilamiz inşallah. Ularni biz mengu unutib qolmaymiz. Ama biz yo'llanilish xarakterda mangmay, yoshlarimiz cho'qim bu ishga jiddiy qarashimiz kerak. Yoshlarimiz chiqish kerak qarindoshlar. Shuna oyig'ida mush so'zni takrorlab o'tib, men programmani taqsam aziz do'stlarim, Turkiyada qarindoshlarga men bir nacizane teklifim bor. Belkim nurg'un qarindoshlar deydi, Turkiyaning beshida nurg'un ish va kuch va detva bizga hozir shu mushinchilik yordam qila oladi. To'g'ri, Turkiya hukumat Uyg'urlarga yordam qiladi. Musofirlarga ishkini ochdi. Uyg'urlar qo'ldan kelish qilyapti. Turk millatidan haqiqatan suyunishga tegishlik. Ammo hokimiyatga kelgan vaqtida hokimiyat o'zining qo'ldan keladigan butun yaxshiliklarni qilyapti. Uningga biz herkes ko'z yummaymiz. Recep Tayyip Erdoğan'a bu yerden ben rahmetimni bildirme. Yiğit mübarek olsun bu kişininki, ömrü uzun olsun, kalbi takım müstehkem olsun imanda ve kolu takım güçlük olsun inşallah. Takımı terakki etsin, bu saylamda tutup çıksın diyeyim inşallah. Ama bu qitim Kızıl Sızık'a kep kaldık. Xitayga ikki meselede çokum besim kılışını ben ümit kılma ve halkımız bunu umumizlik besim kılış lazım. Ve Türkiye'deki teşkilatlar, mağrib derneklerinin teşkilat başlıkları, hürmetli Hidayetullah Oğuzhan efendim, Seyit Tomtürk efendim ve teşkilat başlığı Ataullah Şehriyar Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin reisi efendimle bulağa men nacizane teklifimle kıysam, bu qitim Tayyip Erdoğan efendimge bu Kızıl Sızık'ta çokum Xitayga bir besim işiltişke, xuddi 5 Eylül Ürümçi vaqasida soykırımını to'xtat deganga o'xshash Uyg'ur qizlarga tajovuz qilishni, Türk millatimizning nomusiga tajovuz qilishni to'xtat va bu asmiliyan harakatini to'xtat. Uyg'ur xalqining hamma narsasini bo'lding, dinini o'sim qo'yib qo'ygan, mavjudligini o'sim, jinini o'sim qo'yib qo'ygan. Biz eng oxirgi sizga kelib qoldik. Buni to'xtat deyishga saylamning oldida, saylamdan keyin emas. Saylamning oldida, chunki Türkiye'deki Uyg'urlarımız saylamga qilib ciddi ta'sir ko'rsatadi. Saylamning oldida xat yozishini, namoyish qilishini, ya'ni nimaninki Ankara'daki Başbakanlık, Cumhurbaşkanlık sarayının oldiga yig'ilib, Xitoyning bu ishiga qarshi bir dilekçe sunuşu uchun, to'xta deyish uchun Tayyip Erdoğan efendimge ve AK Parti'ye besim kılışını ümit kılama inşallah. Belki bu sözlerim özümden boyunu aşkandı ama
agar shunday bo'lib qolsa bizmi u maydonlarda bor inshaalloh. Ya'ni vaziyatni tushensakmi, ammo biz mushtaq deyishga majbur bo'lib qoldik aziz qarindoshlar. So'zimni to'g'ri tushensam bo'ldi. Xo'sh, chet elda yashayotgan Uyg'urlar bir kunda namoyish qilsak bo'ladi debdi. Ya'ni boshqa nurg'un qarindoshlarimiz o'zlarining fikrlarini yozibdi. Bu fikrlarni o'qib o'tib, fikrlarini taqsam, namoyish bilan teng uchur vositalari orqali Xitoyni parchalashga tirishsak, unumi bo'ladi deydi. Biz Xitoyni parchalamaymiz qarindoshlar. Biz Sharqiy Turkistondan Xitoy o'zi parchalanamdi, butun bo'lamdi, bu o'zining Xitoy davlatining o'zining ishi. İşgal qılınan zimindan chiqib ketishini talab qilamiz. Sharqiy Turkiston mustaqil davlatimizni bizga qaytarib berishini, ya'ni bu tajovuzlik harakatini to'xtatishini va Sharqiy Turkistondagi osmona harakatini to'xtatishini talab qilamiz. Biz davlatlarni parchalaydigan insonlar emas, davlatlarni butunlaydigan, millatlarni butunlaydigan insonlar, ammo boshqalarning davlatini besib olgan bu kommunist tajovuzchilarga qarshi biz o'zimizningki teşviqat hareketini, tatbiqat hareketini, bütün qo'limizdan kelgan imkoniyatlarimizni ilib boramiz inshaalloh. Qarindoshlar o'zlarining fikrini yozibdi. Oxirdagi so'zim anglitishdan bir shiraning ustiga kelishdan u davlatning, u boshbaqonning oldiga kelib besim ishlatish qarab taraqqiy qilishimiz kerak demoqchiman. Ya'ni buningdan keyingi ishlarimiz besim xarakterda bo'lishini, dunyo hukumatlariga besim ekilishimizni, bo'lmasa bularning ovoz chiqarmaydiganligiga ishonishimizni umid qilaman. Tibet harakatimi, erkinlik harakatimi buni 50 yilni yog'iga sinab boqdi, nurg'un ishlarni qilyotdi. Hozirmi ularmi besim tarafga qarab mengyotdi. Bizmi ham zade Amerika Kongresidan chiqib bu namoyishchi ommaga Salih Xudoyor boshchiligidagi bu namoyishchi ommaga so'z qilayotgan ministrlar, ya'ni millat vakillari, parlament a'zolarimi sizlar ching turinglar deyapti. Mustaqillik so'zinglar ching turinglar deyapti. Ya'ni besim qilinglar deyapti. Besim qilmasanglar biz bu so'zinglarni biz 50 yilga to'layotgan namoyishlarga biz pek jiddiy qarab ketmaymiz deyapti. Cho'qim bizga besim qilinglar deydi. Uning uchun biz butun dunyodagi yoshlar shu davlatlardagi konsulning oldida Amerikaga besim qilishga inshaalloh atlansak deb o'ylayman. Bu mening so'zim qarindoshlar. Bugungi suhbat Rabiya xonim bilan bo'lgan suhbatda Rabiya xonim bilan munosabati yo'q, mening qilgan so'zlarimniki. Shuni xato anglamanglar, xato tafakkur qilmanglar. Hammanglarni Allohga topshirdim. Yoshlarningki andaga chog'larning qatilishi bo'lmasa to'salg'ulik emasmi? Cho'nglar to'salg'ulik qilmaydi, endi qilib qolqasi bo'lmaydi. Ya'ni butun dunyodagi yoshlar birlashsa, cho'nglar hargiz to'salg'ulik qilmaydi. Bu bir to'g'ri bir gap emas. Inshaalloh masala bizda. Yoshlarimiz bir harakat qilaydi inshaalloh. Mushuni anglagan yoshlar, buning kuch qatmoqchi bo'lgan yoshlar, nima qilsanglar, Gollandiyadagi yoshlar bu jihatda ma'lum ishlarni planlaydi. Bu yoshlarning kesibiga, harakatiga, planiga qatilishga men sababchi bo'laman inshaalloh. Sizlarni ular bilan uchrashtiraman va hammanglar birlikda bu inqilobning, bu mujodilani umumyuzlik butun dunyoda umumiy ilib berishimizga inshaalloh sababchi bo'lib qolsak ajab emas. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Erta tushdan keyin inshaalloh mushundaq vaqtlarda, balki bundan burun, ya'ni Yaponiyadagi doktor Turmahmet Hashim apandini, ya'ni bu qurilmoqchi bo'layotgan Sharq Turkiston mustaqillik hareket tashkilotining quruvchilaridan birisi. Bu kishini ziyorat qilaman. Undan boshqa Sharq Turkiston Suyun hukumatining ministrlaridan Ablajan Leynaman apandimni ziyorat qilaman, suhbat ilib boraman inshaalloh. Shu qatimliq suhbatimizda, ya'ni ayt tushdan keyingi suhbatimizda ko'rishgacha bo'linglar. Allohga emanet, xayrli iftorlar. Ramazonlar muborak bo'lsin.
Dualarına icabet olsun. Allah tutuvatkan rozlarımızı kabul kılsın. Eğitimiz mübarek olsun inşallah. Pat fursette Şerq Türkistan'ın çoğun toyunu, çoğun eğitimi oynaşka. Allah subhanahu wa ta'ala hemmelen nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.